Sergeli betonkada Sokin makon ijara kompleksining yonida voyennalar uchun qurilgan maxsus g'ishtli 5 etажli domimizning birinchi etajida 104,5 kvadratli kvartirani Arzon Narx kanalida kvadratiga $699 dan, ya'ni $72,700 ga barcha mebel texnikasi bilan ko'rsatamiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda shunaqa kattakon hol. Kirganimizda o'ng qo'lda hojatxona, sanuzel, zal, bu yerda ikkinchi zal, oshxona va uchinchi ota-onalar yotoqxonasi. Kirganimizda o'ng qo'lda sanuzellari, hojatxonasi alohida. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Juda akkuratli ko'rib turgan mebel texnika hammasi qolyapti. Bu yerda kattakon zali, chiroyli lustra, jalyuz qo'yib qo'yilgan gidamlar bilan. Zalda uzunligi 7 metr. Bu yerda pod'ezdga kirganimizda chap qo'lda ikkinchi kattakon xonasi. Bu ham zal. Mana chiroyli qilib lustralarni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda oshxona qismi. Oshxonada ham xolodilnik, steralka, kuxonniy mebellar hammasi bor. Mana ovqat isitilishi двухкотный kotyolda gazda ovqat qilinadi, gazlashtirilgan. Bemalol xolodilniklarni surib, stol qo'yib ovqatlanib o'tiradigan joylari bor. Bu yerda to'g'rida kattakon ota-onalar yotoqxonasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kosmetika remont, jalyuz qilib qo'yilgan, chiroyli lustralar taqib qo'yilgan. Narxi $72,700, kvadratiga $699 dan chiqadi. Kadastr hujjatlari hammasi tayyor. Kalik notarsning o'zi berib yuboriladi, sirazi ko'chib kirasiz yoki arendaga qo'yib yuborasizlar. Domimizda tashqi fasadini ko'rishlaringiz mumkin. Parkovkalar uchun joylar bemalol, zeleniy zonalari bor, besetkalari bor. Mana 5 etajli dom, g'ishtli dom, bazalt qilingan, qishda issiq bo'ladi. Yonida mana Sokin makon ijara kompleksi. 47 ta 16 etajli dom tushgan, yangi kvartal. Shu yerda 6 etajli davlat maktabi qurilyapti, sentyabrgacha topshiriladi. Sokin makonning o'zida tepa etajlarni kvadratiga 12 million so'mdan hozir ham sotib o'tirishdi. Bu $699 dan juda arzoniga berib borilyapti. Juda baquvvat qurilgan dom. Qurilish paytidagi kadrlar mana g'ishtdan qurilgan. Mana chekkadagi bazalt bo'ladi. Issiq va sovuqdan saqlaydigan element. Juda baquvvat qurilgan g'ishtdan. Qishda issiq, yozda sovuq bo'ladi, ya'ni. Lokatsiyasini ko'rishlaringiz mumkin. Sokin makon ijara kompleksining shunday yonida, bu Sergeli betonka. Eng yaqin metro 5-metro bekat, Chinor bekati, taxminan 4 ostanovkalik yo'lda avtobuslar qatnab yotibdi. Mana lokatsiyasi yaxshi joyda. Bu yonimizda mana metan zapravka bor, mana korzinka ham yaqinda ochilgan. Shahar milliy taomlarning shunday yonida. Kartaga kiritilmabdi ekan. Lokatsiyasi yaxshi joyda mana. Faqat naqdga sotiladi. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Arzon variantlarni o'tkazib yurmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.